Energy U-Tower, Banklar assotsiatsiyasi, Xalqlar do'stligi san'at saroyi, Metro xalqlar do'stligi. Hurmatli kuzatuvchilar, bu uyimizda o'zini yaxshi ko'radigan mijozlar uchun qani ketdi. Лучший специалист по недвижимости в Ташкенте УИ-Сити. Ko'rdinglar, даже Alisa ham tanavordi. O'rtoqlar, bu uyimizda o'zini yaxshi ko'radigan mijozlar uchun va shaharning markazidan mana shunaqa aqlli uy aynan siz uchun. Uyimizga kirib kelishinglardan sizlarni mana shunaqa chiroyli aura kutib oladi. O'zingizlar ko'ryapsizlar. E'tibor beradigan joyinglar frantsuzskiy planirovkada bu tomonda ikkita xona bo'ladi, ya'ni bolajonlarning xonasi va katta yotoqxona bo'ladi. Ikkalasini biriktirib olgan variantini bitta ko'ringlar. Qaranglar qanaqa katta spalnya bo'lgan, bemalol, vobshe chiroyli holat. Bu tomonda o'zini sanuzeli ham bor. Bu tomon vannalik versiyasi. Farhojon ko'rsating. Ichkarilarni qarang, vobshe ideal, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu yerda ham konditsioner bor, televizor, xullas hamma sharoit bor. Alisa xonam manchitda siz bilan birga. Bu tomonimizda ikkinchi sanuzel bo'ladi. Bu ham umuman boshqacha tarzda, faqat dushovoy variant qilingan. Bu tomonga kiradigan bo'lsa, zalga kirib kelamiz. Bu xonamizda ham zal, ham kuxnya, studiyniy versiya qilingan. Xohlagan vaqtingizda ovqatinglarni tayyorlab, mana shunday o'tirib zavtrak qilasizlarmi yoki bu kim kelsa bemalol maza qilib o'tirib dardlashsanglar ham bo'ladigan joyi. Ko'ryapsizlar, bu yerda polni оборудованиялар bor. Xolodilniklarimizni qo'yib qo'yilgan, konditsioner, televizor, xullas e'tibor beradigan joylar. Ko'ryapsizlar, qanaqa chiroyli tarzda kanyonli oynadan ishuv qilingan. Qiziq joyiga kelyapmiz. Keling. Bu tomon aslida plan bo'yicha kuxnya bo'ladi, lekin kuxnyaning o'rniga bolajonlar uchun mana shunaqa shinamgina chiroyli xona qilib qo'yilgan. Maza qilib farzandinglar yotib olib, dam olib va kerak bo'lsa o'z o'rnida darsligini qilishligi uchun mana shunaqa chiroyli sharoitlar qilib qo'yilgan. Bu ko'rgan aqlli uylar 3 xonali, kadastr bo'yicha 72 kvadrat, 8-qavatda joylashgan, jami 9 qavatli frantsuzskiy planirovkali domda. O'rtoqlar, narxiga keladigan bo'lsa, $149,000 so'raymiz. Ozroqini kelishtirib baraka qilinadigan joy bor. Pastda raqamlarimiz turibdi. Bemalol o'zini sevadiganlar aloqaga chiqsa bo'ladi. Uy-joy City'ga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Mana shunaqa chiroyli imkoniyatlarni qo'ldan boy bermaslik uchun Uy-joy City bilan oson va qulay.